Assalomu alaykum qizlar, yaxshimisizlar? O'tgan safargi videoyimda bitta videoyim ketmay qolibdi, ya'ni videoning ichiga qo'shilmabdi oxirgisi, ya'ni o'sha единорогlarni birga tugatib, yangi partiya yana единорог to'qishni boshlaganman. O'shanda oxirgi 4 tani sizlarga shu bir hafta davomida qism-qism qilib aniq qilganman. Lekin bilasizlarmi, nima demoqchiman, orada video olmaganimga bitta narsani ham orada gapirgan paytim ham ko'rdim videoni. Qayta gapirgan paytim ham bo'lgan. O'shaning uchun tez olib tursa odam esida qoladi. Chunki Telegramga ham olyapman, baribir ham qaytdim yana Telegramga, chunki qizlar so'rashdi bu narsani. O'shaning uchun hozir o'sha 4 единорогim hali polni bitgani yo'q, lekin nima desam ekan, почти hamma joyi bitgan, faqat kiyimchalarda qolganman. Men bu yashirin iplarni yashirish kerak. Tak, xo'p, birinchida mana shunaqa единорог turibdi menda. Mana ranglarini ko'rgansizlar va men buni o'tgan videoda aytganimdek, mana faqatgina bu yoqda lenta yoki zanjir olib qilish kerak. Tak, bo'ldi, boshqa hech qanaqa bezak berish niyatim yo'q. Va men bu shoxida ozgina xato qilganman. To'qilishi to'g'ri, lekin sinjifon solishi sal xato bo'lgan, ba'zi birlarning uchiga yetib bormagan va qanaqadir bir g'alati qo'pol bir ajoyib bo'lib qolgan. Mana shunaqa единорог aytganman, bu Gazal Baby Cottonda, yo'q, buni aytmadim shekilli, chunki videoyim ketmagan. Tak, bu Gazal Baby Cottonda to'qilgan. Hozirgi yoz issiq paytida mana shunaqa ingichka iplarni ishlatish kerak. Meni o'ylashimcha bu fikrim, chunki hozir issiq paytda qalin qo'pol o'yinchoqni ko'rsatib qo'yadi. O'shaning uchun Gazal yoki Yarnar jins ishlatganimiz ma'qul deb hisoblayman. Mana shunaqa menda единорогcha hali iplari olinmagan. Xullas, hozir men ham bu yerdan yangi единорогlar boshlaganman va bu galgi videomda albatta sizlarga nimani boshlaganimni albatta ko'rsataman. Hozir tayyor prototiplarni ko'rsatib olay. Tak, bu birinchisi. Ikkinchisi, ko'ylakchasi, ikkinchisini ham kiygizib qo'ydim. Aksofda to'qilgan. Mana bunaqa siyoh rangda yarmigacha to'qib, yarmidan yag'ini naqa qildim. Nima desam ekan, to'qib qo'ydim. Mana shunaqa. Buni ham hali orqalariga o'qiganim yo'q, iplari turibdi hali. Aytganimdek, bu pulli master-klass Your Happy Toys After Женяni master-klassi, ya'ni PDF variantda. Juda ham yoqadi va menda yaxshi ketadi bu anavi. Mana shunaqa. Bu aksofda, lekin bu bilan solishtirsangiz baribir ham bu ingichkaroq va hozirgi havoga, issiq havoga juda ham baribir yengilroq ko'rinadi. Ikkita единорог ko'ylakchalari tayyor va menda ikkita единорогim kiyimsiz holatda. Mana shunaqa. Bittasini hozir quloqchasini chetiniga tiqib qo'yganman. Qolganlarida chiroyli qilganman. Mana tikka bo'lib, menga tikka varianti juda ham yoqyapti. Mana shunaqa qilib единорогchalarim tayyor bo'lgan. Faqatgina kiyimchalarni qoldi xolos. Tak, bu uchinchisi. Bunday qo'yaylik. Stop. Qatnab turish uchun. To'rtinchisi mana bunaqa holatda chiroyligina bo'ldi единорог. Sochlarini aytganman, nimada to'qiganimni, Yarnat Crazy bilan o'zimdan zakaz qilganman bu ipni. Buni qayta aytyapman. Tanasi 0.25 ta va men qizlar bugun yana ertalabdan voqli, chunki ip zakaz berdim. Men Aksoft 0.25 xuddi shu rangdan, chunki oxirgi paytlar men 0.25 ta qo'g'irchoqqa to'qayapman, kichkina quyonchalarga to'qayapman. Menga 0.25 juda ham universal, qandaydir desam, hamma narsaga tushyapti 353 dan ko'ra. Mana ko'ryapsizlar, shoxchasidan bu safar yaxshilab diqqatimni qarataman, chunki men bu shoxida sinjifonim juda ham qandaydir matga kelganda yo'q bo'lib qolgan, mana endi qalin bo'lib qolgan. O'shaning uchun mana shu joylarga ahamiyat berishim kerak va shoxni tikkanimda mana bu o'rtasidan tikishim kerak. Qaysi birini ham sal mana bu bunisi sal buyoqqa kelib qolgan. Shuni ham hisobga olib, chiroyli qilib to'qish kerak, tikish kerak. Xullas, menda 4 ta единорогlarim tayyor, yakka shoxlarim o'zbek tilida aytganda.
Men qizlar to'g'risi mana bundan ko'proq ilhomlanib, maza qilib, to'g'risi qaragan sarim ham sochlarini rangi, ham mana bu koftochkasi juda ham yorqin. O'zi yozda yorqin ranglarni tanlab to'qish kerak. Chunki qishda baribir sal qalinroq va nima desam ekan, qancha bunaqa qoramtirroq narsalar kiyiladi, ammo bunaqa yozda esa sochni ranglar tanlashimiz kerak kiyimchalariga. Bilasizlarmi, men o'yladim, bu narsa nima bo'ldi? Instagramda men o'zi bilasizlar, bitta narsa to'qisam ko'p to'qiyman, orada hozir kamayib ketgan, 4tadan to'qiyotgan bo'ldim. Yo'q, yana asli anonimga hozir bu fikrim, chunki fikrlarimiz bilasizlar, to'qishda ko'p o'zgaradi, ko'p narsalar to'qigimiz keladi yoki bo'lmasam sharoitimiz bo'lmay qoladi. Misol uchun zakaz tushib qolishi mumkin, yo bo'lmasa mana hayit kelyapti, hayitga tezroq shoshishim kerak deb fikrim o'zgaradi. Bor, 10 to'qiyoncha to'qiyman, 5 ta to'qiyman, men buni har xil qilishim kerak deb bugun hozirgi gapim to'g'ri kelmay qolishi ham mumkin. To'g'risi sharoitga qarab ish qilaman, lekin hozir qat'iy qarorda turibman, o'zgartirishni bir kelyapti, lekin shu yo'q, men to'qishim kerak, nima bo'lsa ham mana shuni 10 tagacha chiqaraman deb. Qizlar 4 ta tayyor bo'lgan bo'lsa, yana men 6 ta единорог boshladim. Ozgina detallari bor, qiyin emas, lekin vaqtingizni olib qo'yadi. Sochlarni to'qish kerak. Agar menga o'xshab ko'p to'qisangiz, bu juda ham vaqtni oladi. Quloqlar, qo'llar har bittasidan 2 tadan qilib, dumchalari, keyin plus yana spitsada ko'ylakcha to'qish kerak. Men nimaga ko'ylakcha to'qiyman? Koftochka qilib kombinezondan vaqt oladi. Koftochka qilib qo'ysa ham bo'ladi, lekin narxini ko'tarmoqchiman. Oldin 30 dan sotardim. O'zi kam to'qirdim единорог. Bilmayman, nimagadir 1-2 ta qilib to'qib, birda sotilardi, srazi sotilardi. Hozir 10 ta to'qib 40 ming, 45 mingdan sotmoqchiman. Balki kimlar uchun arzonroqdir, lekin bizni shahrimizda nima deydi, vaziyatga deydimi, odamlari olishiga qarab sotaman, lekin qilgan mehnatimga arziydi. Endi agar unaqa bo'lsa, tekinga bo'ladigan bo'lsa, men birinchidan to'qimasdim. O'shaning uchun men bu anondan nima desam ekan, summadan ko'nglim to'q deydi-yu, nima desam ekan, roziman deydi-yu, shu narsiz summaga rostdan qilgan mehnatimga arziydi. Va nimaga sababdan yana, chunki ko'tardim narxini, chunki bu to'qigan единорогlarimdan qaraganda 0.25 ta, bilmayman, kattaroq chiqyapti. O'shaning hisobiga ham narxini 40 mingdan, ko'ylakchasini shunchun ham erinmasdan to'qyapman. Mana shunaqa hozir menda tayyor bo'lgan o'yinchoqlar. Kelinglar, endi prosesslari sizlarga ko'rsataman. Tak, ekranga bitta yaxshilab qarab to'g'rilab oling. Fonga hech narsa qo'ya olmadim. To'g'risi, aytgancha mana bu hozirgi qo'yayotgan stolim, hozir spalnidaman. Anchadan biram, chunki xonamda emasman. Xonamga tushishim uchun aytganimdek, o'g'lim injiqlanyapti. U yoqda hech narsa yo'q, televizor yo'q, faqat iplarim yig'ilib, chiroyli polkalarda turibdi. Balki vaqt soati bilan polni xonamda turib, lekin hozir emas, chunki kechqurun to'qayman, baribir tepaga chiqishimga to'g'ri keladi. Hozir mana bemalol bundan oldingi videoyimda divanda olganman, yoqda, bu yoqda olganman. To'g'risi, pastga joy qo'yib olgandim, fotofonimni qo'yib, lekin shtativim tepada, lampam tokchani ustida. Ana shunaqa edi. Menga uydagilar kichkinagina stol berib yuborishdi. Mana hozir shu stolga qo'yib olganman. Ixchamgina shu oila atrofida o'tirib ovqatlanayotgan kichkina stolchaga o'xshaydi. Shunaqa stolcha. Yangi emas, lekin mana shunaqa qilib hozir fotofonimni qo'yib, sizlarga shtativlarim, endi notebooklarimni yoqib bemalol videolar olsam bo'ladi. Bundan narsadan xursandman, chunki harakat qilaman. Yana bitta shtativ, yana bitta lampam xonamga, baribir bilasizlar, xonamda podvalga xona qilib berishgan xo'jayinim. Bu ko'rgansizlar, meni kuzatib yurganlar, xonamni ko'rsatganman videolarimda. Yorug'lik kam tushgani sababli yana bitta shtativ, yana bitta imkon bo'lganda, hozir emas, imkon bo'lganda yana lampa, shtativ olishim kerak, chunki pastda ijod qilganimda qizlarga mana shunaqa video, u yerda Wi-Fi chiqmaydi. O'shaning uchun ham baribir video olishga, lekin Wi-Fi kerak emas. Shtativni deb
chiqarib, kirgizib, qotirib qilmasdan pastga ham, tepaga ham shtativ. Mana shu stol shu xonada qoladi. Chunki o'g'lim uxlatganimda baribir tepada to'qiyman, mana shunaqa qilib sizlarga video olishdi. Agar olmasam, umuman ola olmayman va YouTube'ni yurgiza olmayman. Men YouTube'ni yurgizishimdan maqsad shtop mana shu to'qigan o'yinchoqlarim shu yerda esdalikka qolishi uchun birinchidan, ikkinchidan bemalol yaxshi keyingina nima deydi, video ko'rib bemalol anaqa qilasiz. Telegramda dumaloqcha jo'nataman, lekin u yerda aytyapman-ku, tepada Telegramda qolib ketadi videolarim. Hech kim ko'rmaydi, men ham qidirib o'tirib, nima to'qigandim deb eslamayman ham to'g'risi. O'shaning uchun qancha o'yinchoqlar to'qidim, necha yillar davomida faqat Telegramga qo'yib boraman. Faqat qulni qilishim kerak, tashab qo'ymasligim kerak. Mana shunaqa YouTube uchun video qilsam, men o'ylaymanki, hammaga yaxshi. Xohlaganlar Telegramdan, xohlaganlar YouTubedan ko'rishi mumkin. Kelinglar, endi sizlarga prosesslarimni ko'rsataman. Mana shunaqa yo'rg'a bito'sini birinchi naqasini chiqarib olganman. Buni pastga xonamga cho'dim. Nolarini olib chiqqanimda PDFlarni titkiladim. O'shanda mana bunaqa tiniqroq chiqdi. Hozirgi varianti menda xira chiqyapti, chunki HP printerim to'g'risi yaxshisini olmaganman. Buzilib qolgani uchun, buzilmagan qaniydir уже yetib kelgan. Unaqa ishlatmaganman. Nima deb aytsam, xullas ishlatmaganim orqasidanmi, ko'p ishlatmaganimdan, shunaqa yaxshi emas dedi va ishlatishingizga arzimaydi. Bundan keyin olmang bunaqa deb ustalar ko'rib gapirishdim. Xullas boricha ishlataman. Uni ham lekin niyat bor. Printer, yangi notebookimni hozir yana tuzatib keldim. Xudo xolasa, asta-sekinlik bilan hamma narsamni yangilamoqchiman, chunki hamma narsam уже bilmay olganman. Buni tog'am jo'natgan bir orada u ham buzildi, yaqinda ustaga qolib keldim. Vot. Lekin baribir ham menga yaxshigina printer kerak. Черно-белый bo'lsa ham kerak. Avvalambor svetnoy olish niyatim bor. Endi sharoitga qarab deydi-yu. Tak qizlarjonlar, men aytganimdek 6 ta единорог boshladim va kechani o'zida sразу men hozircha menda 4 ta kallalar tayyor. Mana shunaqa kallalarni to'qib qo'ydim. Sразу 9 ta aksov zakaz qilib qo'ydim. Xudo xolasa dushanba kuni yetib keladi. Mana shu rangdan ko'p ishlatyapman. Hozir endi bemalol metalkamni olib chiqib, mana aksovimni o'rab olsam bo'ladi, chunki stolimni betdagi o'rayotgan joyi yo'q, qalin edi naqasi. Endi bemalol stolga qo'yib, iplarimni o'rab ishlatsam bo'ladi. Menga juda ham o'ralgan varianti yoqadi qizlar. Men bunaqa o'ralgan variantim. Agar mabodo ipni ichkaridan olayotgan bo'lsangiz, уже ishlatasiz monetaga kelganda tashqaridagi iplar chalkashib ketadi-da. O'shanisi yoqmaydi, shuning uchun erinmayman. Haliroq pastga tushib tezda metalkamni olib chiqib olib, mana shu holatda ishlatmasimdan oldin основной tana ranglarimni o'rab olaman. Mayli, rangliklarimni o'ramayman, chunki polkamda chiroyliroq turish uchun. Chunki mana bunaqa variantda turmaydi-ku polkada baribir. Mana bu holatda chiroyli ko'rinadi va akkuratni turadi. Lekin ko'proq men tana ranglarimni ko'proq ishlataman, tez ketadi. O'shaning uchun o'rab olishga endi bundan beri harakat qilaman. Maza qilib ishlataman. Sababi mana bu olganingizda ip chiqib aylanib turaveradi. Hech qayerga dumalab ketmaydi. Bitta joyga qo'ydingizmi, shu joyida turadi. Xullas, mana shunaqa 6 ta kalla menda tayyor. Hozir men aytmoqchi, boyaga men bu larga spitsada to'qishni boshlaganman. Va men mana shunaqa rangda, bu Alize Bella bo'lish kerak. Menga bu Kamila sovg'a qilgandi, bu ipdan pushtisi bor, ochiq pushti rangi va bu paxta. Taqa akril qo'shilmagan, naverna, yana bilmayman. Bu anonsi yo'q. Mana shunaqa qilib yumshoq to'qyapman. To'g'ri ingichka-yu 275 spitsada adashmasam to'qyapman. Hozir mana shu yerda yozilgan. Bambuk bu 275 ta spitsada to'qyapman. Juda ham mazza qilaman bu spitsada to'qsam. Mana shunaqa qilib, mana bu emas, mana bunga ko'raman. Bitta o'rsincha ko'ylakcha yo bunga yo unga ko'ylakchasi juda ham chiroyli turyapti. Ikkalasiga ham yarashyapti. Keyin yana bittasini mana bu svet aksovdan
qilmoqchiman, chunki men qarasam to'g'risi aksoflarimni oxirgi marta zakaz berganimda rosa pushtilardan zakaz berganman. Bunday qarasam yarnar jins bilan почти ozgina rangi o'zgaryapti. Bilasizlarmi, yarnarni ochgim kelmadi to'g'risi, undan men buni ishlatib qo'yaveray dedim. Chunki почти bir xil. Menga qolganda o'zi yarnar, men bu bahoriy, men buni deyapman yoziga. Lekin nima desam ekan, u anunda turibdi-da, undan почти bir xil rang. O'shaning uchun men bundan baribir aksofga o'xshamamda qalinroq bo'lsa. Nima desam ekan, tushuntirib olmayman-da. Tushunganlar tushundi. Bir xil bo'lsa, yarnarni ochmaysiz-ku. Lekin rostdan ham bu yozga men bunaqa ipdan to'qisa, nima desam ekan, qalin qo'pol ko'rinmaydi aslida. Mana shunaqa. Qizlar, bu yerda menda ko'ylakchasi. Qaranglar, men bunday holat qilyapman-da. 2 ta kalla to'qiyapman. 5 qator spitsada to'qiyapman. Chunki spitsada o'tirish ham bo'lmaydi, ishim unmagandek hisob ko'rinadi o'zimga. Kallada o'tiraversam, bularga qachon kiyim qilaman. O'shaning uchun 5 qator bundan yuribman. 2 ta kalla bitiribman. Hozir ertalabda o'zida obedgacha 10 gacha qildim. Bolalarimni ayamga jo'natdim. O'shaning uchun 3 ta kalla bitirdim bu yerda o'tirganda. 2 ta kalladan keyin sarazi bunga 5 qator yurib oldim. Ish etiga keldim. Hozir yana kalla to'qiyman. 2 tadan keyin yana 5 qator yursam, naverno уже bitta единорогdek kiyimchasini to'qib qo'yaman. Tak, endi xullas o'tgan safargi oxirgi marta sochlarni to'qiganimda menda men bunaqa yashil joyiga keldim. Birinchi videoyimda ko'rsatganimda ko'rdim. Mana shu rangimni qolgan ekanman. Endi qaranglar qizlar, men bu iznaroglarimda hammasini sariq qilganman, anaqalarini. Bunda esa masalan sochi hozir tanalarimni birinchi to'qib olaman. Tana, bosh, quloqni to'qib olaman, bo'ldi, to'xtayman. Keyin sirazi sochga o'taman. Sochlarni to'qiganimda keyingina men bu rangiga masalan yashilmi, yashilga mos sariqmi, och sariq, men bunaqa rangmi, men bu shox oyoqchalarni shunga sochni rangiga qarab o'zgartirmoqchiman. Xullas, men bu sochda shunga yaqinroq men bu anolari bo'ladi. O'shaning uchun sariq qilmoqchi emasman. Qolganlarini o'sha rangi chiqqan rangiga yaqinroq, yo'q shunga o'xshashini anolarini qilaman. Shuning uchun tanalarni tezroq bitirib olishim kerak. Demak, men yana ishlataman. Xuddi yarnat crazylarimdan sariq chiqyapti bu yerda, yashil mana bu rangdan. Keyin mana bunaqa yana crazy ostatkachasi bor ekan, qizlar. Mana bu bilan babiram bu rang mana to'qroq bilan ochroq bir-biriga o'xshaydi. Shuning uchun birinchi buni ishlatib yuboraman. Orada mana masalan bitta bundan qo'ysam, bitta men bunaqa chiqqan rangidan qo'yaman. O'shanaqa qilib mana ostatka pushti mana bir-biriga mos, to'qroq ochroq mana shundan soch qilmoqchiman. Demak, menda 3 ta rang bo'ldi. Menda o'sha 6 ta to'qishim kerak. Mana shulardan bitta undan, bitta bundan qilib, qanaqa bu yerda orada ranglar chiqadi, yana to'q ochlar. Xullas, mana shunaqa qilib sochlarni shunaqa ranglarga yetkazmoqchiman. Hozir juda ham kurchoklarimda o'ylanyapman, qaysi biridan to'qishdan. Mana bu Clover originali. Menda podoriginallari ham bor bu kurchoklarimni. Bitta AliExpressdan zakaz qilganim bor. Bu 2 millimetrli, 2,5li ham zakaz qilganman, lekin bittasini sovg'a qilganman, bittasini sindirib qo'yishgan. Ana shunaqa qilib Cloverni 3 ta 4 ta zakaz qilganman. Tulip kurchok kelgan, lekin tulipni umuman ishlata olmadim. Aksoftga, akrilimazaga, chunki tulip tilib ketyapti. Tulip faqatgina yarnar jinslarga zo'r ekan. O'shaning uchun hozir lekin qo'lim og'rimayapti haqiqatan. 3 ta 4 ta kurchokda men bunaqa men hozir olib chiqib olganman. Mana men bunaqa menga sovg'a qilishda men bunaqa anaqacha kashlokcha, ichida tasbehlar, anaqalar, mushkambarlar bor edi. O'shani olib, tak ichidagi kerakli menga marker, mana daftar tutayapman-ku. Daftarni ko'rsatdimmi bilmayman videolarimda. Ichidagi mana boyaga aytgan zakaz qilgan AliExpress bu ancha bo'ldi. O'sha monetlari ham yirtilib, anaqa bo'lgan. Oldin zakaz bergandim bundan. Zakovka qilganimda xullas men o'zim anaqa qilib qo'yganman va qayta zakaz berdim, lekin hozir Clover bilan solishtirsam juda ham to'g'risi ishlata olmayapman.
bu sal qo'polroq qilyapti, Cloverga yetmayapti. Lekin Clover menga ingichkalik qilyapti Aksoftga. Lekin yarnatga zo'r tushib beradi ikkiligi, lekin Aksoftga ozgina ingichkalik qilyapti. Buni to'qisa bo'ladi. Eng asosiysi mana bu yerda 7 qator to'qishim kerak. 7 qatorni to'qiganimda umuman qo'llarim og'rimaydi. Bilsam men rosa mana shunaqa to'qigim kelyapti, lekin mayda bo'g'imlarim og'rib qolyapti. Shuning uchun shuni hisobiga ham men bu usulda to'qiyman hozir. Bu usulda to'qisam, mana ko'rib turibsizlar, ozgina yumshoq to'qiyman. O'shaning uchun bir xohlasam bunday, bir xohlasam bunday to'qiyman. Qizlar, hozircha videolarim shu. Keyingi videolarda yana proseslarni ko'rsatishda davom etaman. Пока. Assalomu alaykum. Bugun sizlarga единорогlarim proseslarini ko'rsataman. Mana shunaqa единорог proseslari. Tepparoqqa olasam. Bugun bizda havo dushanba, haftani dushanba kuni adashmasam bugun sana 18-may adashmasam. Tak qizlar, menda mana shunaqa proseslar, yangi единорогlarim o'tgan galgi videomda tayyor bo'lgan единорогlarim adashib ketibman ko'rsatdim. Hozir menda 6 ta kalla tayyor. Mana 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta. Bular hammasini uchashqa qilib, chiroyli qilib qo'ydim, chiroyli qilib. Faqatgina tanalarini tikib birga hozir bugun tikmoqchiman. Hozir video bo'lganimdan keyin tikib qo'yaman. Shtop menda ozgina bo'lsa ham proseslarim nima deydi? Yursin deydi-yu, ko'rinsin. Men bu yerdan yana hozir 6 ta bo'lsa, 2 ta 4 ta tana tayyor ekan. Yana 2 ta tana to'qishim kerak ekan. Qaranglar qizlar, men xayolimda уже 4 ta tana to'qsam bo'ldi deb o'ylayapman. Yo'q, yana 2 ta to'qishim kerak ekan. Sanoqda adashibman. Xayolimda 4 ta единорог. Yana 2 ta tana to'qish kerak ekan. Tanalarni bo'ldim deb o'yladim. Yo'q, hali to'qiyman ekan. Keyin sochlarga o'tdim. Sochlarda bugun ertalab yana kecha chala ozgina to'qidim. Bugun bitta mana shunaqa единорогda polni sochlar shunaqa bo'ladi. Sochlarni boshladim. Hozir endi yana 2 ta tana to'qib qo'ysam, bu bo'ldi. Mana shunaqa proseslar menda. Bugun pochtam kelish kerak. 9 ta 0:25 zakaz qilganman. Bugun dushanba. Obedgacha yetib kelsa kerak. Keyin menda yana yangi proses boshladim. Mana bunaqa konteynerlar aytganmidim, yo'qmi oldim. O'tgan hafta bozorga chiqdim. 10 mingdan 10 minglik magazinda mana shunaqa konteynerlar oldim. Juda ham arzon va juda ham qattiq sifatli. Tak yo'rg'a pitoysni, quyonchalarni to'qishni boshladim men. Mana shunaqa tana qismi. Bundan 10 ta to'qimoqchiman. Birinchi tana qismlarini to'qib olsam, keyin mayda detallarini to'qib tashlayman. O'shaning uchun mana hozir prosesda yana ikkinchi quyonni boshladim. Faqatgina qizlar, men bu kurchokda bu 350 kuch aksof qalin. Men ikkilik kurchokda qiynaldim, mana Cloverda to'qishga qiynaldim. Ikkilikda, bu ham ikkilik. Lekin anosini qarasangiz, ozgina bu qalinroq, mana o'zi ham bilinyapti. Ozgina nisbatan mana bu uchi bor-ku, sal qo'polroq va qalinroq ozgina. Ipni olganimdan keyin qandaydir desam, mana shu joy bilinyapti-da, xullas menga. Ammo bunda to'qsam bilinmaydi, lekin bunda 353 ta to'qsam qanaqadir bir ingichkalik qilyapti, sal qiynalyapman to'qishga. Bunda yaxshi, faqatgina aytganimdek, mana bu boshi chiqishda qanaqadir bir qo'pol bo'lib olyapti. Lekin men bu yerda sirg'alishlari yaxshi. Menga nimasi yoqadi, Clover'i sirg'alib, tez sirg'aladi, tez ipni ushlab turmaydi, chiqarib boradi. Shu undan yaxshi ko'raman va menda mana shu ikkita hozircha qaychilar, yana yangi qaychi olmoqchiman.
faqatgina men bu qaychimni olaman-da, mana shunaqa qaychidan 2-3 ta olib qo'ymoqchiman zapasga. To'g'risi, yangi chiroyli qaychilar zakaz qilish niyatim yo'q, chunki mana shu pushti qaychini juda ham yaxshi ko'raman. Sinjifonni tiqqanda ham juda ham nima desam ekan, men bunday tiqqanda ham hamma joyiga qiladi. Menda yana bitta qaychi bor, faqat u tilib ketadi-da, sinjifonlari. Hozir topib olish deydi. Mana. Menda hozir yana bitta qaychi bor. Qaychilar ko'p, lekin men bunaqa qaychi qaranglar, shaklidan почти bir xilga o'xshaydi. Buni ham ati to'qishga olgandim. Lekin sinjifonni kirgizganda, men bu bilmayman, men bu joyi uchi ikkita orasi sinjifonni yulib chiqadi va to'g'ri solmaydi. Men bu esa почти men aytibman-ku, anovlari bir xil. Mana uchlari mana bir xil, lekin bu qandaydir to'rtburchagroq nisbatan. O'tmas bo'lib qolgan bu qaychim. O'shaning uchun bu qaychini uncha ishlatmayapman, lekin tashlab yuborgim kelmayapti, chunki ba'zi paytda shunaqa vaqt bo'ladi, qaychilarim, bolalarim tegadi-da, men qaychiga nima deydi, menda qaychi yo'q bo'lib qoladi. O'shaning uchun qaychi ko'p bo'lsa menga oxirgi payt shuncha yaxshi. Men shunday qilib yangi qaychi olmoqchiman, faqat aytibman, mana shuni olaman, shuni o'zidan harakat qilaman topishga, chunki bunaqa qaychilar rosa ham ko'p konstavarlarda. Bu anaqa qaychi, anaqa ipni zo'r kesmaysa ham, yaxshi. Bu naborda chiqqan, kurchuk naborida chiqqan, o'shaning uchun buni ham ishlataman. Kalasini hozir men bu konteynerchaga solib olganman, tutib yo'qotmaslik uchun. Buni bunaqa ularning ichiga, qashqochamning ichiga solib olyapman. Bu zapas yashil qaychicha, yo'qolib qolsa degan joyi. Endi hozir quyonchamni ko'rsatdim. Yorqa bitoysni o'sha 10 ta quyoncha to'qmoqchiman. Qizlar, menda hozir o'ylanyapman, to'qsam 10 ta yorqa bitoys, 6 ta yedinarogda kiyimchalarni to'qish kerak aytganda hammasini menga qolsa-yu, agar zerikkunimcha ko'ylakcha to'qiyman. Agar zeriksam koftichkaga o'taman, chunki ko'ylakchaga ham vaqt ko'p ketadi. O'shaning uchun prosesim davomida ko'ylakchalar to'qiyapman. Hozir sizlarga o'tgan videolarimda aytgandim, uzun marketdan men bitta ip olgandim. O'sha ipni yedinarogga ishlatib ko'rdim. Hozir yedinarogga ko'rsataman sochlariga qanaqa chiqqanini. Mana shu ipdan mana bunaqa soch chiqdi. Oddiyroq, hech qanaqa bitta yo'q, bir ranglar faqat oq bilan ko'k, ozgina shu kelganda pushtoq qo'shilgan bo'ldim. Keyin men o'yladim, to'xta dedim. Men bu ip, men bunday ozgina men xohlaganimdek ketarkan. Chunki ba'zi bir iplar qisqa ranglarda, o'shaning uchun ham shuni bir men xohlagandaqa chiqarmikan desam, mana xohlaganimdek mana shunaqa ko'ylakcha bo'lyapti. Mana ozgina bu yerda ko'k aralashgan, lekin menga qolganda mana bu 5-6 qator pushti yo 3-4 qator pushti, keyin mana ozgina sariq, mana endi ozgina pushtidan keyin pushti yuryapti-da, ozgina ko'k, keyin oqqa o'tyapti. Ana shu menga juda ham yoqadi, shunaqa ko'ylakchalar. Men xohlagandaqa bo'lib chiqyapti. Endi buni men yedinarogda sochlariga ishlatmoqchi emasman. Endi bundan buyog'i orada polni shundan to'qimayman, chunki qandaydir desam bir xil bo'lib qolmasligi uchun. O'shaning uchun bir marta hozir ko'ylagiga to'qiyman, balki yana bir marta to'qirman. Shu 10 ta quyonning ichida 2 ta to'qirman zog' bilan. Yedinarogda o'ziga qo'yib bo'lmaydi. Qo'ysa ham bo'lar ekan, chiroyli chiqar ekan, qaranglar. Hozir 3-4 qator to'qisam bo'lar. Yedinarogda o'ziga ham chiroyli chiqar ekan. Ko'ramiz. Balki hammasini to'qirman. Endi bilasizlarmi, kayfiyatga qarab deydi, sharoitga qarab deydi, shunaqa menda ba'zi paytlar tutib qoladi, lekin oxirgi qarorimni hozir ushlab turibman, shu boshqa narsaga o'tib ketmayapman. Protses qo'shsam qo'shyapman, lekin sakrab ketganman, yedinarogda oxirigacha qilyapman, chunki meni odatim bor, bir narsani boshladimmi, qilmasam qolib ketadi, shu bilan qila olmayman, to'g'risi. Majburlab qilishim mumkin, atak yana o'sha boyagidek, mana qolib ketib to'qib qo'yay degan juda qiyin menda.
O'shaning uchun mana bunaqa ko'ylakcha yana 2-3 qator to'qiganimdan keyin qaranglar, bir to'qiganimda 10 qator to'qidim. Keyin orada aytdim-ku, ikkita tana to'qsam, misol uchun keyin 5 qator to'qib qo'yapman. Shu men aytdim, menda hozir juda ham ko'p o'yinchoq to'qishim kerak. 10 ta quyon, 6 ta yejinarok, plus bugun pochtalarim kelsa 0.25 ham bitta kichkina quyonchalar boshlab o'qimoqchiman. O'ylayapman, balki o'zim sxema yarataymikan quyonchalarda ixchamgina qilib. Chunki o'zimni sxemam bo'lsangiz, o'zingiznikini to'qish baribir boshqacha. Charchamaysiz o'zingiz sxemangizdan. Shunaqa bir mazza qilib to'qiysiz-da. O'shaning uchun lekin sxema aniq qilishga ham ozgina boshda qotirish kerak. Bir deganda o'xshamaydi. Petlalaringiz sanoyishingiz kerak. Sanog'ini daftarga qizlar so'raydi, PDF variantda qilib, agar so'raganlarga berishingiz mumkin. O'shaning uchun ozgina vaqt kerak, lekin menda vaqt kam, chunki bayramlar yaqin. Men esa prosesslarim chalada yotavermasdan tez bitirishim kerak. Orada aytganimdek, mana shunaqa ko'ylakchalar bitirib ketaman. Yana sizlarga boya yechinarokka qaytamiz. Bu ko'ylakchasini ko'rsatmagandim. Mana shunaqa ingichkina Alize Belladan menga sovg'a qilishgandi Kamil opa. Mana shu ipdan yorug'da ko'rsatay. Mana shu ip juda ham yoqadi. Ingichka, lekin hozirgi vaqtga juda zo'r. Buni aytdim-ku, ochiq pushti rangi bor. Buni olib chiqmadim bu safar to'qishga. Chunki pushti ranglarim juda ham ko'p. Har xil qalini, ingichkasidan tortib juda ham ko'p. O'shaning uchun lekin ochiq osmon rangim yo'q. O'shaning uchun aynan shuni tanladim va sochlariga qaradim. Shunaqa rang. Aslida men mana bunga kiygizmoqchi edim. Bilmayman, qaysi biri chiroyli tursa shunga to'qiyman dedim. Lekin bunga keyinlar kiygizib ko'rsatay, chunki hali oxirigacha bu ko'ylaklarni yopganim yo'q. Hammasiga lenta qilishim kerak. Aytganimda iplarini yashirishim kerak. Mana shunaqa. Lekin bu ham yarashdi. Lekin juda ham bo'lib qoldimi yo nima deysizlar, kommentariyaga yozib ketinglar. Shunaqa ranga yo bu chiroyli turdimi? Atak bu pushti bunga zo'r o'tiradi. Endi rangi joyini topdimi? Mana bunga rosa zo'r turdi endi. Asalcha bo'ldi. Chunki sizlarga bu yejinaroklarni tayyorini ko'rsatgandim, lekin bitganini ko'ylakchalari yo'q edi. Mana shunaqa, menimcha shu joyda qoladi yoki birinchisi yaxshimidi. Bizda bugun havo rosa ham bulutli, o'shaning uchun svetni yoqib olmasam bo'lmaydi. Yaxshi ko'rinyapti degan umiddaman. Qanday yorug'roq qilsam ekan. Mana shunaqa qizlar, menimcha mana shu holatda qoladi. Tak, ko'rsatdim. Endi tak. Hozircha menimcha shu. Sizlarga hozir 4 ta yejinarolarim tayyor. Ikkitasini oldin ko'rsatganman tayyorini, yana ikkitasini ko'rsatdim. Keyingi videolarda menimcha boshqa prosesslarim qolmadi. Endi mana aytdim-ku, ikkita yejinarokda tanasi qolib ketibdi. Xayolimda 4 ta to'qiganman, xayolimda 6 ta. Hozir ikkitani bitirib tashab, yorqa pitoyist quyonchalarini plus boyaga ko'rsatgan ko'ylakchani bitiraman. Menda hozircha mana shu proseslar.